Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zakaz pressimiz tayyor bo'ldi. Bugünkü sanaga kelsa 2025-yil 9-mart kuni xudo xolasa topshiryapmiz va Qoraqalpog'iston Respublikasi xayriydi. Xo'jayligiga berdik buni. Bu razmeri 1,5 2,5 bir moslik bo'ldi. Mikrosot 4 ta bo'ldi. Bo'rti 40 sm, reshotkasi 70 bo'ldi. 80 bo'ldi. Qo'ldan 1,20 bo'ldi. Yaxshi qurollarga qo'yiladigan tension qilib berdik. Press ma'qul bo'ldimi, biroq? Ha? Press ma'qul bo'ldimi? Ma'qul. Zaman teyinle shamol o'tdi, yaxshi kunlar yetadi. So'z kurab ketdi. 300 so'm oldi press qanchaga? 12 million oldi. 12 million TNT parkov hammasi ichida bo'ldi. Polka bo'ldi bu. Necha 600 yana mana polka qilib berdik buni. Tagiga pol bo'ldi, 3.2 lik qalin polda. Mana ramdan suyildi. Risola bakoda 2 tonna ko'taradigan bir rotorlar bilan, lasetda yangi balonlar bilan, mana krellar juda ham bor. Mana bu yerda bilkasi, mana bu yerda kuzov nomeri. Mana Zosko Cobalt parkoplar bilan ustanobga qilib berdik. Mana Qoraqalpog'iston Respublika xo'jaligiga ketdi. Kimga shunaqa presslar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda presslarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling, like bosib qo'ldan support toping.